O'zi ham metali rosa qattiq ekan. Akalar chayka mashinasini olib qolgan edik. Buni akamga lazgini proyekt qilib yig'ishayotgan ekan. Pulning zazurlariga qarab choli qilib, azgina taqalatadigan mayda juda ishlari bor edi, shu ishlarni qilib to'g'irlab berdik. Endi xudo xolisi buni malarkachi akalarimiz olib ketishadi. Malarka qilib boshqatdan asfalt qilib sepib berishadi. Lekin rosa uzun mashina ekan. Uzunligini qaranglar akalar. Akkuratni ham anaqalarni tarpetkalarni ham choli qilib o'rab qo'yganmiz. Tepasi ko'jalarni yechib olishgan. Menga tarpetkalari ham zo'r holatda turgan ekan. Buni zapchastlarini topish juda ham qiyin masala hozirgi kunda. O'zini zapchastlarini qiynalib zo'rg'a topib olib kelishdi. Endi ko'ramiz xudo xolisi. Kastransib bo'lib, yana video olamiz akalar.